Assalomu alaykum. Farg'ona Balonjonda ishlarimiz davom etyapti. Akalarimizga 15 balonlardan so'nib chiqib berdik. Diska balonni qoralari o'rtasini shildirib, moslab qo'yib berdik. Balonlari 195 ga 65-15 chiroyli holatda chiqdi. Akamiz o'zlaridan 14 3-4 kun oldin balon qo'yib berdik. Buni yechib olib 15 ga moslab berdik. 8 diskalari ham o'zlariniki qora diska balon 15 qilib berdik. Buni ham qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar, arzon narxda qilib beramiz. Diska balon. Balonlar yumshoq holati 185-70-14. Buni ayb nuqsonlari yo'q, svarkasi yo'q, yaxshi holatda bo'ladi. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Buni arzon narxga qilib qatirib beramiz. Hozir chuqur-chuqurlar bilan qatirishyapti bir. Chuqur-chuqurlar hammasi shattaman. Katta chuqur-chuqur, qolgan chuqur-chuqurlar kichkina.